Sizni biznesingiz sezonlimi? Sizni mahsulotingiz ma'lum bir mavsumda sotiladi va keyingi mavsumda tanaffus olasiz. Ya'ni bu video orqali siz bunga yechim toping. Ko'p tadbirkorlar bilan suhbatlashganimizda ularni mahsulotlari, ya'ni kategoriyalari mavsumiy hisoblanadi. Issiq kunlarda yoki sovuq kunlarda yetishtiriladigan yoki sotiladigan mahsulotlar bo'ladi. Ko'plari mavsum tugagandan keyin jamoaga tanaffus berishadi yoki xodimlarni almashtirishadi. Bu orada siz yaxshi xodim yo'qotib qo'yishingiz, yaxshi mijozingizni yo'qotib qo'yishingiz ehtimoli katta. Biz bunga qanday yechim beramiz ko'pincha? Ko'p tadbirkorlar 2 mavsumli, 3 mavsumli mahsulotlarni birlashtirishni. Deylik, siz kofe sotasiz, bu qishki mavsum. Siz suv sotasiz, bu yozgi mavsum. Mana shularni birlashtirish yoki mavsumi yo'q mahsulotlarni o'z kategoriyangiz ichida olib yurishingiz. O'z kategoriyangiz ichida bularni sotishingizni tavsiya qilamiz. Bu narsa jamoani ushlab qolish, oydan oyga ular bilan munosabatlarni yaxshi qurish, ularni motivatsiyasi, mijozlardagi munosabatni tanaffus bo'lmasligi, uzilib qolmasligi va boshqa raqobatchilaringizga o'tib ketmasligi uchun katta sabab bo'ladi. Tavsiya qilaman, o'z mahsulotingiz yilning qaysi oylarida yaxshi sotiladi va qaysi oylarda pasayishini kuzatib boring va qo'shimcha mahsulot oling. Bundan ham qiziq va foydali ma'lumotlarni sahifamizga obuna bo'lib kuzatib boring va yaqinlaringizga tavsiya qiling.